Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlar bilan dunyodagi eng chiroyli Xitoy kosmetikasi, aynan Flower Nose haqida gaplashmoqchiman va birga make-up makiyaj qilamiz. Flower Nose bilan birinchi navbatda men sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsam bu dizaynini. Qaranglar. Qanaqangi chiroyli. Bu yerda bizda bor rumyani. Qanaqangi rumyani? Sufle pomada. Ko'ram shunaqangi. Swatch. Ten. Menimcha dunyodagi eng chiroyli tenlardan biri bo'lsa kerak. Ularni qarang, ranglarini. Concealer. Concealer ham meni rangimga tushdi. Ko'zni tagi ochartirishga juda ham yaxshi. Dush. Dush ham termalniy dush. Прям даже agar yuganingizdan keyin ham bemalol gidrofilli maslada yuvsak bo'ladi. Gidrofilli maslada ko'proq ketadi. Qo'l kremdan ham qulupnay hidi keladi. Qulupnay va sutni hidi keladi juda ham. Keyin shunaqangi kistishka bor edi ichida va konsilerni ko'z tagi uchun kichkinagina sponjik va bu yoqda qiziq narsalardan biri. Bunday ko'rsangiz brelokka o'xshaydi, lekin bu duhi. Qattiq duhi. Bundan ham qanaqadir vyupchkalarni hidi keladi. Juda ham yaxshi ko'raman Flower Nose'ni. Bunaqangi chiroyli dizayni va narxi, topish osonligi Koreyada. Shuning uchun bugun sizlar bilan makiyaj qilamiz.